Tetova ko'chasida bitta 2 xonalik lyuks apartament uychamiz sotuvga chiqdi. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar va hurmatli bizani kuzatib boruvchilar. Tetova ko'chasi Buyuk Xumoni orqasida, ya'ni Texnogazonlar ro'parasida 8 qavatlik Navsur akamiz 5-qavatda bu uychamiz. Kirish qismimiz ajoyib prixoja mebel qilingan. Hol qismimiz bo'lyapti. Stoliklar qo'yilgan, ajoyib oyna. Bu yerda esa общий sanuzol joylashgan. Kurush mashinasi, unitaz va dushoy kabina qilingan. Bu yerda esa kattalar yotoqxonasi, panoramli vid, oyna, konditsionerlar, divan, shkaflar, barcha qulayliklar bor. Ranglarni juda ham zo'r tanlagan ekan. Bu yerda esa mehmonxonamiz bo'lyapti. To'rda esa oshxonamiz. Razverjniy oyna qilingan. Kuxonniy zona, полностью kuxonniy mebel qilingan, isitish tizimi bor, двухконтурный котел, radiator isitish tizimlari bo'lyapti. Bu yerda TV zona, ajoyib remonti bilan ilayim hammangizga mana shu chiroyli uylar olish nasib etsin. Manzilni yana eslatib o'taman. Tetova ko'chasi Buyuk Xumoni orqasida bo'lyapti. 2 xonalik 8 qavatlik Navsur akamizni 5-qavatda joylashgan. Kadastr hujjatlari bor, lifti bor. Kimga agar qiziq bo'lsa, pastda nomerlar qoldiraman. Uyimizning bahosi 5000 $8 bo'lyapti, yana savdosi bor. Kimga agar qiziq bo'lsa, pastda nomerlar qoldiraman, bemalol telefon qilib aloqaga chiqsangiz bo'ladi. E'tibor uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling.